Do'stlar qaranglar, 3 million 400 ming so'mga 100 kvadratliklarda aksiya emas, bonus emas, rasprodaja qilib yuborishibdi. 100 kvadratlik kotel bo'ladi, do'stlar. To'rtga moslangan, gazga, o'tinga, ko'mirga, tezakga, xashayga, kompleksda motor, miya, regulyator, datchik hamma yo'g'ini qo'shib 3 million 400 ming so'mdan 100 kvadratliklarda qilib yuborishibdi. Endi mana unisini ko'rsating. 150 kvadratlik 5 kuch xonangizdan 10 tasini varaqlatib yuboradi. Do'stlar, buni narxi 3 million 600 ming 800 ming qo'shilib qoladi xolos. Andijon pechkalar do'stlar 1 million 100 ming. Ikkita uyni o'rtasiga qo'yasiz, o'zi ham isitaveradi. 1 million 100 ming, bu ham to'rtlik, yonlari ikkilik bo'ladi. Bular ham to'rtlik qanallikdan ishlatilgan. Bunisiga baho bering. Bu do'stlar gazga moslangan, o'tinga moslangan, to'rtga moslangani, faqat buning ichi ko'proq zapravka qilarkansiz. Bular vashi rasprodaja 200 kvadratga moslangani 2 million so'mdan bo'lib ketdi. Dastlabkasini olma kelishar ekanmiz. Rasxoti do'stlar, sredniy bo'ladigan gapni gapiramiz, 40 kilodan 50 kilogacha ekan. Pastda nomer bor, aloqaga chiqing, moshni qilib yetkazib berishadi, sog' bo'ling.